23 bab. Ayub javoban mundaq dedi. Men toki bugungacha azob ichida shikoyat qilmoqdiman. Men nola qilsammu, u menga azob selyapti. Xudo nerede turar bilsam, uning turadigan yeriga baratdim. Uningga arzimni aytatdim. Arzimni to'liq isbotlab so'zlaydim. Arzim haqida davolashatdim. Uning menga beradigan javobini, nima deydiganligini bilib boqqimba. U qudratlik turib men bilan takalsharmi? Undaq qilmaydi. Ko'ngil qo'yib shikoyatimni anglaydi. U yerda durust odam uning bilan munozirlashalaydi. U meni oqlab, hukmidan mangu xalos qiladi. Kun chiqishga bordim. Xudo u yerda yo'q edi. Kun petishga bordim. U yerdanmi uni topolmadim. U shimolda bir ish qilgandimi, uni topolmadim. U janubga kelgandimu, o'xshashla topolmadim. Lekin u mening har bir ish harakatimni biladi. U meni sinsa, men oltinga o'xshash chiqaman. Men uning qadimiga agashdim. Uning yo'lini tutdim. Hech chatnamadim. Uning buyruqlaridan chatnamadim. Uning so'zlarini qadrlashim, yemek içmeklarimni qadrlashtinmi ishib ketdi. Xudo qarorida qat'iy turdi. Uning qarorini kimmi o'zgartirmaydi? U o'zining xolig'ini bo'yicha ish qiladi. U menga qarshi qilmoqchi bo'lgan ishlarini cho'qim amalga oshiradi. Uning bundaq planlari nihoyat ko'pdir. Shunga uning oldida qo'rqib, parakanda bo'laman. Bu ishni o'ylasamla vahimada qolaman. Xudo meni qo'rqitib, jur'atim qolmadi. Hammaga qodir Xudo meni parakanda qilmoqda. Ammo tenimni zulmat, yuzimni qorong'ulik qoplab olganligi uchunla sukut qilib tura olmayman.